Buxoro viloyat Shofirkon tuman maktabgacha va maktab ta'limiga qarashli 40-son o'rta maktab direktori Nodira Asadova bo'laman. Hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning siyosatlarida va maktabgacha ta'limning ko'rinishlaridan bilishimiz mumkin. Chunki 2017-yilda maktabgacha ta'limga bo'lgan e'tiborlari orqali maktabgacha ta'lim 99%gacha rivojlanib, barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan birga nodavlat tashkilotlari rivojlanganligini va ularning ta'sir etganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki maktablarimizga hozirgi kunda maktabgacha ta'limdan o'sha o'zi rivojlangan, ham bilim salohiyati jihatdan, aqliy rivojlanish jihatdan yuqori saviyali farzandlar bizning maktablarimizga tashrif buyurmoqda. Shuni e'tiborga olib, men ham 2019-yilda va ikkinchi qayta tayyorlov mutaxassisligimni yosh bolalarning psixologik rivojlanish darajasini o'rganishga bag'ishlab psixologik yo'nalishda tahsil oldim va buning orqali bog'chalardagi, maktabgacha ta'limdagi bolalarning psixologiyasini o'rganganimda ularning shu 5 yoshgacha bo'lgan davrida umri davomidagi 70% bilimni olish darajasini o'rganganimdan keyin o'z sohamni yanada rivojlantirish uchun yosh maktabgacha ta'limga qaratdim va prezidentimiz siyosatlari bilan tashkil etilgan nodavlat bog'chalarni tashkil qilish siyosatlarini qo'llab-quvvatlagan holatlarda birinchilardan bo'lib nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ochdim va shuning bilan birga o'z faoliyatimni maktabda ham davom ettirdim. Hozirgi kunda bizda o'sha bolalarning yoshligidan maktabgacha ta'lim davridan ularning bilim saviyasi rivojlanganligi men o'zim direktorlik davrimda mana bu tashkilotimda ko'rishim mumkin. Chunki 4 yil oldin bolalarimiz bilim darajasi juda ham past. Hozir birinchi sinfga keladigan bolalarimizning bilim darajasining yuqoriligini, matematika savodxonligining yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. Buning uchun davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Ularning siyosatlari darajasida bizning maktabgacha va maktab ta'limimiz rivojlandi va biz xalqaro jamiyatda o'z yuqori o'rnimizga ega bo'lmoqdamiz. Kuchli tashabbuslari bilan direktorlarning ham lavozimlari va maoshlari oshirilganligi bizga yanada bir ishimizga zavq va o'z ishimizga bo'lgan mas'uliyatni yanada kuchaytirdi. Shuning uchun mana hozirgi kunda maktabgacha ta'limdagi bo'lgan bolalarimizdagi o'zgarishlar, ularning bilim salohiyatidagi yuqori ko'rsatkich maktablarimizning 1 va 2-3 sinflarda sezildi. Ularning matematika savodxonligi, o'qish savodxonligi yuqori darajaga ko'tarildi deb o'ylayman. Buning uchun men hozirgi kunda Shofirkon tuman hokimligi, Buxoro viloyat hokimligi va o'zimizning O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevga o'z tashakkurimni bildiraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.